Tasavvur qiling, aziz tinglovchilar, quyosh O'zbekistonning Farg'ona vodiysi qirrali tepaliklari uzra chokib, osmonni qonqizil chiziqlarga bo'yadi. Ular umidsiz barmoqlardek ufqda panjasi bor, lekin kuting. Agar bular faqat allatakarangli ranglari bo'lmasa-chi, agar ular ogohlantirish bo'lsa-chi. Tirikni butunlay yutib yuborasizmi? Sovuq pichirlash uchun pauza va o'sha yerda, unutilgan qishloqning qoq markazida, yong'oq daraxtlari asrlar ogirligi ostida azob chekayotgan qalblar kabi buralib, zamondan ham qari bir daraxt turibdi. Uning ildizlari yerning taqiqlangan sirlariga chuqur kirib boradi. Yirtqich novdalari skelet qo'llari kabi cho'zilib ketadi. Qorong'i tushgandan keyin qoling. Lekin siz buni shunchaki daraxt deb o'ylaysiz. Shunday emasmi? Qishloq ahli qo'llari qaltirab yigib olishadi, lekin diqqat bilan tinglang, chunki bu bolalar uchun ertak emas, bu har bir oqsoqolning tilini o'ziga tortadigan dahshatli tush. Taqdiri vodiyning abadiy hayqirigiga aylangan yosh chopon Karimning hikoyasi. Uni endi tasavvur qiling, tong saharda chang soqmoqlar bo'ylab sayr qilib yuribdi, qo'ylari soyilgan begunoh qozilardek orqasida mayin marayapti. Quyoshning shafqatsiz nigohidan siyrak chehrasi bo'yalgan Karim, xurofotlar ustidan kuladigan, choyxonaga oralashib o'tirgan kampirlarni masxara qilgan 25 yoshlardagi erkak. Muqaddas bog'larning soyalari jinmi? Zaiflar uchun arvohlar deb masxara qilar edi. Ovozi dalalar ustida momaqaldiroqdek gumburlardi, lekin chuqurlikda shamol barglarni g'ayritabiiy tarzda shitirlaganda, uning terisida o'sha tirnashni his qilmadimi? Ko'tarilgan keskinlik bilan savolni tuzing. Agar uning jasorati shunchaki niqob bo'lsa, noma'lumga qarshi mort qalqon bo'lsa-chi? Kun o'tgan sari jazirama dozaxdan kelgan sarobdek yaltirab, qurigan yerdan jazirama havo to'lqinlari ko'tarilib, Karim odatdagidan ertaroq soya izlashga majbur bo'ldi. Qo'ylari esa ko'z ostidan qorayib ketdi. Tanasi minoradek qalin, postlogi yorilib, yiglayotgan shirasi, shirin mevalar tagida yashiringan chirigan go'shtdek, chiriganlik hidi sezilardi. Qishloq odamlari undan qochib, yo'lning narigi tomoniga o'tishdi, ko'zlarini olib qochdi. Ammo Karim u jarliklar bo'ylab adashganlarni quvishdan charchagan, suyaklari charchagan va ufqda gazablangan jinlar kabi bo'ronli bulutlar to'planib, momaqaldiroqning past va mash'um gumburlagani sababli u yaqin atrofdagi hayvonlarni bo'glab, ildizlarga cho'kdi. Ostidagi salqin yer aldamchi taskin. U qanchalik noto'g'ri edi. O'sha joy naqadar dahshatli tuyulardi. Birinchi yomg'ir tomchilari tepada barglar ustida skelet barmoqlardek tiriltirardi. Tun pichoqdek tez kirdi, bo'ron gazabini qo'zg'atdi. Yerni loyga aylantirgan yomg'ir, g'ayritabiiy raqsga tushgan soyalarni ko'rsatish uchun chaqmoq chaqdi. Ko'rinmas qamchining kipriklardek qamchilab, Karim bezovta uyquga ketdi. Molkol hosilni orzu qildi, lekin bu nima edi? Qirqillab pichirladi. Devordagi kalamushlar kabi tirnalgan dastlab zaif, lekin yo'q, chuqurroq, pastdan, xuddi tiriklayin komilgan narsa yuzaga chiqish uchun kurashayotgandek tuproqni panja qilib. U uyg'onib ketdi, yuragi qafasdagi jonivordek qovurgasiga urildi. Yomg'ir uni suyagiga botirdi, yana qishdan ham chuqurroq shivirladi. Tirnash, qirib tashlash, tirik ilonlardek aylanib yurgan daraxt ildizlaridan chiqadi. Vahima ko'tarilib, orqaga yugurdi, lekin loy uning oyoqlarini sorib, uni mahkam ushlab oldi va keyingi chaqmoq chaqishida u buni ko'rdi. Ko'zlar chokdek chaqnadi, tanasining dagal postlogiga singib ketdi. Bir lahza oldin u erda bo'lmagan yuzdan tashqariga tikildi. Ogizdan girt qiyshayib, qiyqiriq paydo bo'ldi. Yovuzlik bilan to'kilgan ler. Kim bor? Karim duduqlandi, ovozi oyoq ostidagi quruq novdalardek yorildi. Lekin havo qalinlashib, oltin gugurt va qadimiy qabrlarning badbo'y hididan ogirlashdi va ovoz chiqarildi. Aytilmadi. Lekin uning xayolida yulduzlar orasidagi boshliq kabi sovuq aksado eshitildi. Sen haqorat qilding, olim, men qayerda dam olishim kerak edi? Unutilgan shartnomalar, shamanning qoni bilan bog'langan jinlar bu la'nati yong'oqqa. Asrlar davomida shivir va shamolda och qoldilar. Endi siz mening abadiy ochligimni qondirasiz. Ichakdagi kulgi effekti bilan shubha uyg'oting. Bu qanday och edi, hozir sizni tomosha qilayotganini his qila olasizmi? Dahshat uni muzdek panjalardek qamrab oldi. Karim tayogiga o'xshab, atrofida aylanib yurgan illyuziyalarga vahshiylik bilan tebrandi. Barglar ko'rshapalaklarga aylanib, odam qiyofasi, ildizlari yerdan opirilib, gijirlamoqda dozaxdan lassos. Yomg'irda buglangan go'shtni yirtib, qonni tortib olish, deb qichqirdi u. Bo'ronning guvillashida g'oyib bo'ldi. Lekin jinning kulgisi erdan ko'tarilib, qaynab turgan smola kabi qaynadi. Tuproqdan soyali novdalar otilib chiqdi. Uzumzorlar emas, balki
Barmoqlar, uzoq oliklarning chozilgan, suyakli raqamlari uning oyoqlarini ushlagan holda, och yirtqich hayvondek ochilib, erning og'zi ochilib ketgan og'ziga aylandi. Yo'q. Meni qo'yib yuboring. Siz nimasiz? deb yolvordi u jazavaga tushgan savollar, lekin jinning qiyofasi endi to'liq ro'yobga chiqdi. Magistraldan tutun va soyaning aylanib yurgan girdobi ko'tarilib, uning ustida buralib ketgan shoxlari va kozlari jahannam otida yonayotgan edi. Uning nafasi yalang'och barglarni yo'qotgan va qushlarning skeletlarini ko'rsatdi. Ularning ruhlari abadiy azobda tuzoqqa tushgan, karim tuproqqa. Uning gazabini saqlab qolish uchun bosqinchilarning hayotiy kuchi bilan oziqlanishga mahkum. Tortishish kuchaydi, tanasi beliga chokdi, og'zini sovuq tuproq to'ldirar. U nafas olardi, axloqsizlik va umidsizlikdan bo'gilib, unga hujum qilgan vahiylar, ildizlarda gijimlagan avvalgi ruhlarning arvoh qiyofalari, iztirobdan qiyshaygan yuzlari, ovozsiz qichqiriqlarga ochilgan ogizlar, ularning iltijolariga qo'shilish. Nega men? Nima qildim? deb pichirladi, lekin jinlar faqat qichqirdi. Tirnoqlari ko'kragiga o'girilib, qon emas, balki o'zining asl mohiyati, qalb energiyasidan tovlanadigan tuman bo'lib, u kalyan tutuniday nafas olardi, karim kuchini tontarayotganini, oyoq-qo'llari toshdek ogirlashib borayotganini his qildi. Ko'z o'ngida xotiralar chaqnab ketdi, bolalik o'yinlari, to'y o'yinlari, o'yin-kulgilar o'tib ketdi. Unutish. U chuqurroqqa bordi, qabr qopqog'i yopilgandek boshi uzra yer yopilar, so'nggi bogiq faryodlari momaqaldiroq bilan qorishardi. Jinning ovozi uni zulmatga taqib etar, meni to'ygiz abadiy qo'rquving mazali, go'shting mening bayramim. Boron davom etar ekan, daraxt yana jim qoldi, shoxlari begubor tebranib turardi, lekin pastda, dozaxdan o'tgan tomirlardek o'tayotgan ildizlar labirintida Karimning tanasi ormonga burildi. Uning ko'zlari keyingi ahmoq uchun navbatdagi porlab turgan sharchaga aylandi. Tong shafqatsiz va shafqatsiz o'tdi. Qishloq odamlari uylaridan qo'zg'alib ketishdi. Havo hali ham ozon bilan qoplangan va nimadir yomonroq edi. Tumandek osilgan aytilmagan qo'rquv, ular qo'ylarning sochilib, dahshatdan merab turganini. Daraxt yonida esa faqat Karimning sallasi gijimlangan va yerga cho'kmasdan oldin tirik moydek burishib ketgan g'ayritabiiy qora ichorga bo'yalgan holda ko'rdilar. U ketdi, jinlar davo qildi, deb mingirladi. Oqsoqollar Qur'ondan duolar o'qib, lekin bir yosh bola yaqinroq bo'lib, postlogida yangi tirnalgan joylar, tirnoq izlari, odam tirnoqlari chuqur singib ketgan tanasiga qaradi va bu ichkaridan zaif xirillashmidi. Grafik pauza. Agar buni siz ham eshitsangiz, ismingizni chaqirsangiz-chi? Kunlar, haftalar o'tdi, qishloq motam tutdi, ammo dahshat ko'paydi. Bolalar shom chog'ida ko'zga ko'rinmas qo'ylarni boqib yurgan, ko'zlari qizarib ketgan, shirinlik va'dalari bilan daraxt tomon tortayotgan soyali figurani ko'rganini aytishdi. Yaqin atrofda hosil yigayotgan dehqon yer titrayotganini, uning oyoqlari ostidagi ildizlar nafas olayotgandek siljiganini his qildi va bir kecha vodiyni sharpa nuriga to'ldirgan to'lin oyda bir ayol daraxtning barglaridan qon yiglayotganini, tuproqqa tomchilar tushini ko'rib qasam ichdi, bizga qo'shiling. Shivir-shivirlar olovdek tarqaldi, jinlar kuchayib, Karimning ruhiga semirib ketdi. Endi o'z ta'sirini kuchaytira oldi. Yovvoyi hayvonlarga egalik qildi, chorva mollariga odamdek ayyorlik bilan hujum qildi. Ko'zlarda choponning azobli chehrasi aks etdi. Oqsoqollar marosimlarni o'tkazar, tutatqi tutatar va suralar o'qiydilar, lek